Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, biz ancha oy oldin ashga kelib, yangi ish boshladik. Dekabr oyi edi. O'sha yerda palatkamiz bor. O'sha yerda palatkada yotib qolib, shu imoratlarni qildik. Bunga sabab xonadon egasi Chungurak degan qishloqdan ekan. U mana shu Shahrisabzdan 50 kilometr yuqori tog'da ekan. Xo'p, hozir ishlarni bo'ldik. Xudo xolasa endi batta shunaqa odatlar bor ekan, ishda bo'lganingizdan keyin ustalarga haq beradi deb qo'yar ekan. Shunga xudo xolasa tepaga toqqa chiqib ketyapmiz. Shuni video olishga qaror qildik. Mabodo tog'larda yaxshi chiroyli manzaralar bo'lsa, qo'ldan kelgancha yo'llarni olib, obzor qilib ketamiz. Kuzatib boraverasizlar-da. Joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, qadrdonlar, biz manzil sari yo'l olganmiz. Miraki daryo yo'li degan joy bor ekan. Juda chiroyli. Mashinada chiqib ketsalar ham bo'lar ekan, shu tog'da ag'iga olib chiqar ekan, suv ham bor ekan. Shunaqa hali yo'lovchilar uchun 40 mingdan olib borish, 40 mingdan olib kelish, shunaqa daryo yo'li qilib qo'yishdi. Biz endi shunga chiqib, suv ombor tomonga yo'l olamiz. Tomosha qilib turaverasizlar, qadrdonlar. Bizni ketdi. Hammamizmi? Qadrdonlar chiqib oldik. Mana chiqib oldik. 8 kishilik ekan. Biz hozir 5 kishi chiqdik. Shaqa qarab ketamiz endi xudo xolasa. Bu qadrdonlar, mashinangizda chiqsangiz ham bo'laverar ekan, mana yo'llarimiz bemalol ko'rinib turibdi. Buni uzunligi taxminan 3 kilometr ekan. 40 mingga chekkacha kelar ekansiz. Bordi keldi, saysanmi? Yetib kelib qoldik biz. Suv ham bor. Suv ham bor. Biz ham hozir shu yerda rasmga tushamiz, xudo xolasa. Endi qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib boramiz-da. Haqiqatda baland. Keldik mana. To'satga qiladi. Yetib keldik. Ana.
Xo'p, qadrdonlar, biz o'sha aytgan joyimizga yetib keldik. So'rak suv omboridamiz hozir. Manzaralar juda o'ta chiroyli ekan. Endi biz bunaqalik manzaralarni chiroyli qilib obzor qila olmasak ham, bir ko'rsalaring o'zi ko'zlaring bilan bir boshqacha. Tavsiyamiz, kelib ko'ringlar. Bunaqa chiroyli ko'prikchalar qilgan ekan. Qarang. Hali buni set mana shu setka bag'aligi nima bor-ku, Xitoylarda bor. Aynaylik, lekin mustahkamlik juda baquvvat. Usta tog'alar ham aylanib yuribdi. Mana shu suv ombori. Juda chiroyli joy ekan, qarang. Tepadagi tog'larni ham ko'rsating-da. Qorlar turibdi hali ham. Havosi o'ta go'zal, o'ta toza ekan. Xudo xolasa endi bizning mashinamiz kelsa, shu yerdan tushib bu pastlarni ham video qilishga harakat qilamiz. Xudo xolasa kuzatib boraverasizlar. Juda chiroyli joylar ekan. Xo'p, qadrdonlar, biz mana aytganimizdek Hisorat suv omboriga yetib keldik. Hali u tepadan ko'rsatdik-ku, pastga tushamiz deb. Mana shu 1978-yilda shu qurilishi boshlangan ekan. 10 yil davomida qurilish ishlari bo'lib, 88-yili bitib, shu holatga kelgan ekan. Xo'p, Qashqadaryo shahri sabz foydalanar ekanda, suv to'planib, ana u nimasi ekan. Xullas ko'ringan bo'lsa, o'sha yerda kema turibdi. Rosa suv pikka chiqqanda ash kemadan o'tgan ekan. Hozir endi yog'ingarchiliklar kam bo'lganligi uchun suv ozgina pastlabdi, lekin hozir kundan kunga o'sha bir kunda 25 sm ko'tarilyapti ekan suv. Bu endi namgarchilik yaxshi bo'ldi. Xullas shunaqa kelib, dam olib, mazza qilib aylanib ketadigan joylar ekan. Xudo xolasa u pastda kema turibdi. Kemaga chiqib bir qator aylantirib kelar ekan. Bir odam boshiga 50 ming so'm ekan. 17 tacha odam olar ekan. Ash kemaga chiqib ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'rtalaridan yana video olib, chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kuzatib turaverasizlar-da. Xo'p, qadrdonlar, mana biz kemamizga ham chiqib oldik. Hisorat suv omboridan sarasi markazida turibmiz. Chuqurligi hozir bir 50 lab hali ro'ra ko'tariladi aka, endi ko'tariladi. Har kuni 25 ko'tariladi bir sutga. Bu 25 metr. 25 santimetr. Shu chuqurligi qancha? O'sha suv rosa to'lgan. 100 avaringdan chiqsa. Mana shunaqa joy. Hozir rosa o'rtasida turibmiz, qadrdonlar. Hozir sezoni bas, odamlar kam, lekin kesalaringiz va maza qilib ketadigan joylar ekan. Kelishlarini tavsiya qilamiz. Shu dam olib ketasizlar-da, qadrdonlar. Atrofni ko'rsatib qo'yasiz. To'g'rijon, ayolni olib turing. Xo'p, qadrdonlar, mana kechkirishiga ozgina qoldi va nihoyat biz o'sha aytgan joyimizga keldik. Qashqadaryo Cho'ngiroy qishlog'iga keldik. Manzara mana Cho'ngiroy qishlog'ining eng baland joyida turibmiz hozir. Bu yerda ham qish, ham bahor ekan. Past tomonlar qishloq, eng baland cho'qqisida turibmiz mana. Qarang, mana. Mana ochilishga kelib qolibdi-da. Gullar, mo'moy, chechak.
Endi buni qarang, mo'jizani. Bu yerda qish. Bu qor. Rost mana qor. Shunaqa ajoyib manzarali joylarda yuribmiz. Xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha o'zimiz bunaqa joyligini bilmabmiz, to'g'risi. Idicha yengilroq qarab video olib kelibmiz. Juda chiroyli joylar ekan. Ko'p joylarini ola olmay qoldik. Xudo xolasa yana bir boshqa yana alohida video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Lekin joylari juda ham issiq, ham sovuq, ham chiroyli joylar ekan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu 450 xo'jalik yashaydigan joy. Shunaqa haligi bu inson shahri sabzida uy solyapti. O'shaning uchun bayt uzoqligi uchun o'sha yerda haligi o'zimiz palatkada yashab yurdik-ku o'sha. Va keyin kelib ketish imkonsiz ekan. Biz zo'rg'a kelib oldik. Shunaqa. Ko'rinyaptimi? Tog'lar ham, qorlar ham turibdi. Xo'p, eng haligi balandjoy qaysi tog' edi? Hazrat Sulton tog'i o'sha yerda ekan. U joyga ham o'tmoqchi bo'ldik-ku. Hozir berk ekan. Avgustlarda dedingizmi? Avgustlarda xudo xolasa ochilar ekan, Ashaqa bormoqchimiz xudo xolasa. Bu yerda endi uy egasi bilan aka-uka bo'lib qoldik xudo xolasa. Yaxshi niyatda yozda yana bir kelamiz xudo xolasa. Shunaqa gaplar. Bir manzarani ko'rib qo'yaverasizlar. Yok.